Bizda shunaqa xavfli insonlar bor, ya'ni kech qolib ketadigan insonlar, menga o'xshagan. Lekin biz unaqa yomon odam emasmiz. Biz ham sizlarni singari vaqtida turamiz bu dunlikka, lekin miyamizda shunaqa bitta fikr keladi. Davay 5 minut uxlasang hech narsa o'zgarmaydi. Bo'pti deb turib 5 minutga shunday ko'zingizni yumib turib 5 minutdan keyin bitta ochasiz, keyingi yilga o'tib ketgan bo'lasiz. Bu bizning aybimiz emas. Mana misol poyezdda, samolyotda qayerdir ketmoqchi bo'lsangiz, ertalab ko'zingizni bitta ochsangiz, poyezd ketishiga 5 minut qolgan bo'lsa, bu уже unchalik qo'rqinchli emas. Bo'ldi, bu hosib o'tkazib yuboribman, ketaversin. Uxlolaman dalish. 25 minut qolgan bo'lsa, haligi fikr keladi. Ulgurasan. Bola, ulgurasan deydi. Lekin ulgurmaysiz. Taksidan tushishingizga atay qilib asha mahal ketadi poyezd. Shofir ham atay oxiriga chiqib qo'ygan. He? Qolib ketding, itken yag'i, biz ketyapmiz. Bo'ldi endi. Yuraverashadi. Senga ko'rsatib ketdi atay deydi. Yaxshi ham mendan tupoy odamlar bor jamiyatimizda, ko'rsam maza qilaman. Kofe ichib qolib ketadiganlar bor, bilasizlar? Biz mana kofe ichyaptik, ketvardimi? Ha, ketvardi. Kofe qanaqa ekan? Grechkani ta'mi kelyaptimi? Bo'ldi, bu yoqqa Kuala Lumpurga piyoda birinchi kunda videoni boshla oling.